Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hozir men sizga Yalqin Rozining Akufka Musaboyevlarning 9 cho'ng to'hpisi nomli asarining eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Hozir men turayotgan kentimizning bir kichik to'piligi, havo nihoyatda yaxshi. Bugun men asarni shu üzüm tallarining orasida o'tirib o'qib berishni planladim. Müşahede biraz sahibi başka yerde anca yok ki. Şu müşahede Yalqin Rozining bu danlıq əsərinin en ahırkı bölümünü okup bermen. Maqul əmsə, başlab etdik. 7-ci töhbə futbol hərəkətini başlaş. 2006 yılı Mərkəzi Televiziya İstansiyasının 1. kanalının Cumhur Milletleri programısında 85 yaşlıq Muhammed Zunun'un ailesi asas qılınıb, 3 qismga bölüb tanıştırılgan 100 yıllık futbol kenti degen məxsus film bilen Eksaq kenti bütkül Jungo miqyasıga məşhur futbol kenti bolup tanıldı. Her ayda 2 son çıqıdığan Təntarbiya Rəsmlik jurnalının 2011 yıllık 10. sanının muqavısıda yüz gözü aptaptı köyüp, qartap ketken, qiyin-qiyiniga patmay, varqırap, səkrap ketken eksaqlıq futbolçu balalarının şox tetik qiyafeti namayan qılındı. Hem jurnal içinde 16 bət acırtılıp, Şinjan'daki 100 yıllık futbol kentini ziyaret, eksaq rivayetleri degen mavzuda Eksaq futbolçuluğunun ötmüşü ve bugünü məzkur jurnalının muxbiri Yang Ning'nin tərəfindən söhbət bilen məzmun girələşdirilib, tonuşturulub, Jungo'nun təntarbiya sahasıdakilərinin hayranlığını qozğadı. Mayada neme baken bir parça resim şu jurnalninki muqavısına kirgizilgan parça resim bo'lishi kerak mana. Bu tabiiy holda Eksaqning futbol jihatdagi nomini texmo keng ahamiyatga ega qildi. Bugungi kunda Eksaqni Jungo bo'yicha nomi mashhur futbol kenti sharifiga muyassar qilgan to'hbikor shaxslar yanala Akufka Musaboyevlardir. Təntarbiya tarixidan ma'lumki, hozirgi zamon futbol harakati 1860 yillarda Angliyada barliqqa kelgan. Uzoqqa qolmay butkul Yevropada futbol harakati umumlashib dunyoga tarqalgan. 20-asrning boshlari Turkiyada futbol klublari barliqqa kelgan. Akufka Musaboyevlar 1905-yili Turkiyaga o'qishga chiqargan Tursun Apandi bilan Abdurahman Apandi Shodi Şinjan'da futbol harakatini tunji qitim barliqqa keltirgan azimatlar hisoblanadi. Tursun Apandi bilan Abdurahman Apandi 1915-yili Turkiyadagi o'qishini tugatib, vatanga qaytgandan keyin Atush Eksaqda o'quvchilarga futbol o'ynashni o'rgatgan. Abdurahman Apandi 1920-yili G'oljida Roshdi, ya'ni to'liqsiz maktabga mudir bo'lganda, G'oljida tunji qitim futbol musobaqasi uyushtirgan. Tursun Apandining 1920-yildan boshlab Hüseyniye Mektebi deb atalgan üstün atışdaki Eksaq maktabda futbol harakatini zo'r qizg'inlik bilan umumlashtirganligini asas qiladigan tarixiy voqealar va real hodisalar az emas. Masalan, Eksaq futbolchilig'ining yuksalgan holatini Qashqarda turishliq Angliya konsulxonasidagi xodimlar va askarlar bilan musobaqalashganda utib olganligidan ko'rib olg'ili bo'ladi. Materiallarda bu musobaqa 1927-yili Qashqarning hozirgi xalq maydoni bilan Tumanko'l oraliqidagi uzun yo'lliq avtobus bekiti joylashgan o'rinda bir dehqonning bedelikida o'tkazilganligi yozilgan. Bu vaqt tarixiy chinliqqa xeyli uyg'un. Chunki bu musobaqada Sovet ittifoqi konsulxonasining odamlari 3-taraf sifatida maydondagi tartibga kapolatlik qilgan va reperlik qilgan. 1917-yili oktyabr inqilobi g'alaba qilgandan keyin Rossiyaning Qashqardagi konsulxonasi tez xaroblashgan. Yang Zengshin hökuməti yeni qurilgan bolşeviklar hökumətindən qattiq ansirab kommunizm
ideologiyasının Şinjanğa tarqılışıdan qattiq hazar aylagan. Bu 30 yılga yaqin vaqtdan beri Qashqarda Rossiya bilan üstünlük talışıp kelayotgan Angliya konsulxonasi uchun tepilg'usiz fursat bo'lgan. Biroq uzoq o'tmay vaziyatda o'zgarish bo'lgan. Ya'ni Bolsheviklar hukumati hokimiyatni mustahkamlab, ayni vaqtdagi Gomindang hukumati bilan yaqin munosabat shakllantirgan. Men yezdi bo'lgandiki, mana shundoq har xil dehqonchilik mashinalari u yandan bu yoqqa o'tib turadi. Ovozim kuchli bo'ldi ekan cho'ng mashinalarning. 1923 yilidan boshlab Sovet ittifoqi taraf Şinjanning oliy rahbari Yang Zengshin hukumatiga o'zaro konsul turg'izish to'g'riliq elchi avatgan. Natijada 1925 yili 9-oyning 1-kuni Sovet ittifoqining bosh konsuli Max Dompesi 9 nafar konsul xodimini elib Qashqarga kelgan. 10-oyning 10-kuni Sovet ittifoqining Qashqarda turishliq bosh konsulxonasi rasmiy holda ishga kirishgan. O'rni ilgariki Char Rossiya bosh konsulxonasi bo'lgan Sovet ittifoqining Qashqarda bosh konsulxonasining qurilishi Jungo Angliya Sovet ittifoqi o'rtasidagi munosabatni texnik murakkablashtirib o'tgan. Yang Zengshin hukumati yanala Angliya tarafni himoya qilib, Sovet ittifoqi konsulxonasining ta'sirini cheklab turgan. Angliya konsulxonasi o'zining ustun o'rniga kapolat qilish uchun Hindistondan 30 atrofida askar aklib, konsulxonada turg'izgan. Bu askarlar konsulxona xodimlari bilan bo'sh vaqtlarda futbol o'ynaydi. Shuning bilan Tursun apandi boshchiligidagi ustun atishliq futbolchilar o'tirsida Qashqarni zilzilaga solgan musobaqa shakllangan. Chunki musobaqada ustun atish futbolchilari yuqori mahorat ham jon pidolik bilan o'ynab Angliya konsulxonasining atirtini yengib olgan. Ko'p yillardan beri hech bir ishda g'alaba mevasining ta'mini tetib baxmagan Qashqar xalqi o'z o'g'lonlarining hakavur ham zo'ravon Angliyaliklar ustidan qozongan g'alabasidan olamcha shodlikqa to'lgan. Abdurahmon Shodi apandining tirishchanligi bilan G'uljida boshlangan futbol harakati 1930-yillarda avjiga chiqqan. Shu yillarda yangicha maktablar kayni-kaynidan ochilg'ashqa futbol harakati o'quvchilar eng qiziqib o'ynaydigan tantarbiya turi bo'lib qolgan. Materiallarda yozilishicha, G'ulji shahar ichidagi Van Qadirning beg'ida har haftada degidek futbol musobaqasi o'tkazilib turgan. Andiyarimizning futbolchiligi ana shu asosda taraqqiy qilib 1950-yillarga kelganda keng ommaviy tanarkatga aylangan. 1951-yil 10-oyda Murat, Jabbar, Aziz, Hamdul qatorliq 18 kishidan tashkillangan Şinjan futbol komandasi Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin tunji qitim o'tkazilgan G'arbiy Shimol futbol musobaqasiga qatnashib chempion bo'lgan. Faxrlik o'g'lonlarimizning rasmlari. Chempion bo'lgan shu vaqtda. Keyingi qitimlardimi yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Demak, ozodlikning dastlabki vaqtlarida Şinjan futbol komandasining yuqorqidek yaxshi natijalarga erishishi va donliq futbolchilar yetishib chiqib, davlatimiz futbol harakatining rivojlanishiga kuch qo'shib turtki bo'lishi, davlatlik tantarbiya komitetining Atush, Eksoq va G'uljini futbol yurti deb tilga elishi, futbolning Şinjanda uzun tarixqa ham kuchli ommaviy asosga ega ekanligini isbotlaydi. Bu naql Tursun Yusuf hozirgi zamon istutaksiz urush futbol Şinjan Pan-Texnik Sayya nashriyati tarafidan nashr qilingan kitobdan elingan ariya ekan bu. Eksoq kentida 1990-yillargacha 60-70 yoshlardagi buvaylarning o'zaro musobaqalashib futbol o'ynash odati doim ko'rilib turadigan ahvol edi.
1990-yıllarning 5-ida Şinjan televiziya stansiyasi ishlagan Ot saylisi degan san'at filmida bir necha bovayning o'zini unutgan holda futbol tepiyotgan ham sakrab topni usiyotgan ko'rinishi helimi kishilarning esida. Hozirmi eksaqliqlar futbolni barliq tantarbiya turlaridan ustun qo'yib muomala qiladi. Eksaqliq yosh o'smirlar futbol o'ynashni yigitlikning eng ro'shan belgisi deb qarashadi. 8-tuhfa. Chorva naslini yangilash. Eli chorvachilik rayoni bo'lish sifati bilan chorvachilik ishlari ko'lamlashgan ham taraqqiy qilgan. Eli chorvachiligining taraqqiyoti va chorvalarning naslini yaxshilashda Akufka Musaboyevlarning gavdilik to'kpisi bor deb aytishga bo'ladi. Akufka Musaboyevlarning tijorati chorvachilik bilan munosabatli bo'lg'ashqa, ularning tog'larda, yayloqlarda chorva mollari nihoyat ko'p bo'lgan. Musaboyevlar jamiyatining 1909-yili 80 ming tuyoq qo'yi, 10 ming tuyoq kolisi, 2 ming tuyoq yilqisi borligi Jainxi bilan Jangjang birlikda yozgan Eli Musaboyev teri zavod haqida so'z degan maqolada tilga ilingan. Akufka Musaboyevlar 20-asrning 5-dan boshlab yiliga 100 ming tuyoqdan ortiq chorva molni Rossiyaga eksport qilib turgan. Yilda 1-2 qitim bo'ladigan chorva sodasida Qo'rg'osdagi soda eg'izida eng boshda Musaboyevlar jamiyatining bir-biridan semiz otlari chegirdan o'tkaziladi. Demak, chorva egiligi ham chorva sodasi jihatda oldingi o'rinda turadigan Musaboyevlar jamiyati elining chorva naslini yangilash jihatda alohida tirishchanlik ko'rsatgan. Ularning bu jihatdagi faoliyati 20-asrning 20-yillari boshlangan. Dastlab Akufka Musaboyevlar Char Rossiyaning G'o'ljiga qechib kelgan oqlar armiyasining askari Arloviskidan bir nasllik ayg'irni setib olib nasllantirgan bo'lsa-mu, elingan nasl shalg'ut chiqib, sap naslga erishalmagan. Materiallarda yozilishicha, Bahovudinboy Ukrainaning Odessa shahridan 15 tuyoq nasllik ayg'ir, Qozog'istonning Avliya Ota shahridan 29 tuyoq nasllik seyirni iliga elib kelgan. Bahovudinboy elib kelgan bu nasllik ayg'irlarning turlarini kishilar Anglo-Arab, Angiliski paroda va Badaxshoniski paroda deb farqlantirib atashgan. Nasllik seyirlarni Simmental paroda, Gollandiski paroda, Shvitski paroda deb farqlantirib atashgan. Bu nasllik ayg'ir va seyirlarni beqishqa Sovet ittifoqidan 2 mutaxassis taklif qilingan. Ularga 30cha yordamchi saklab berilgan. Bu ayg'ir va seyirlardan sap nasl elish uchun ularning eg'il bo'g'izlari alohida tayyorlangan. O't-cho'p berish ilmiylashtirilgan. Ularni dam oldirish, yuyundirish o'rinlari hozirlangan. Nasllantirish nihoyat unumli bo'lgan. Akufka Musaboyevlar Tekaz, Mo'ng'ulko'ra, Kunas, Yultuz qatorliq o'rinlardan tanlangan seyir biyalarni elib kelib, mazkur nasllik ayg'ir ham biyalar bilan nasllantirgan. Musaboyevlar jamiyatiga mansub chorva mol ichida nasllik ayg'ir va biyalarning soni 1952-yilga kelganda 2000 tuyoqdan eshib ketgan. Ular yana Romboliya, Berikos nasllik qo'shqarlaridan 40 tuyoq akilib, qozoq qo'ylar bilan chetishtirgan. 1952-yilga kelganda Musaboyevlar ilkidagi sap nasllik Romboliya qo'yi 10 ming tuyoqdan eshib ketgan. 9-tuhfa. Musaboyevlar ruhini yoritish. Mashhur soda sanoatchi, taraqqiyparvar korxonachi Akufka Musaboyevlar o'zlarining o'chmas to'hfalari va ta'sirli ish izlari bilan Musaboyev jamiyatining nomini mashhur qilib qolmay, balki
bütkül Uyghur xalqining soda sanoat, madaniyat, ma'rif tarixida shonliq sahifa yaratgan töhbikor azimatlardir. Bugungi avlodlar ularning bir qo'lida milliy sanoatning bayrog'ini lapildatgan, bir qo'lida yangi muarifning mash'ilini yelinjatgan nurani obraziga qalb qasridan hurmat bilan o'rin berdi. Akif Musaboyevlar bu o'chmas utuqlarni qandoq yaratgan? Bu yerdagi sir zodi nima? Biz bu utuqlarning barliqqa kelishida rol o'ynagan muhim omilning nima ekanligi ustida astoydil o'ynashimiz zarur. Nazar doirasi tor ba'zi kishilar puli ko'p bo'lg'achqa shunda qila olgan deb bakmu yuza o'ylashi mumkin. Haqiqatan Akif Musaboyevlar ayni chaqda katta boylardan edi. Lekin ayni vaqtda G'o'lja, Qashqar va Otishlarda ularga yetib qo'padigan boy savdogarlar yo'q emas edi. 18 asrda boshlangan ichki urush va sirtning tajovuzi natijasida 100 yillab holsiragan ana diyorimiz 1884-yili o'lka bo'lib qurilgandan keyin nisbiy muqim holat qadam qo'ygan. Chelnung davridan buyon ana diyorimizda harbiy mahkama tuzumi yo'lga qo'yilgan edi. Harbiy mahkama tuzumida lashkarlarni boshqaradigan amaldor ko'p, avomni boshqaradigan amaldorlar oz edi. Ilida turadigan eng oliy hukmron ili sang'uni va joylardagi har darajalik amballarning asosliq boshqarish funksiyasi lashkar boshqarish bo'lib, yerlikning ma'muriyatini boshqarish ishini har qaysi yerlik xalqlardan bo'lgan bag to'rlar va hokim baglar boshqaradi. Janubiy Shinjang rayonida asosliqi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan bo'lib, xalq ishlarini yanada asldagi cho'ng kichik baglar boshqaradi. 1884-yili 9-oyda Shinjangda o'lka tuzumi ta'sis qilinib, Uyg'urlarning an'anaviy baglik tuzumi amaldan qoldirilganligi jakarlanib, faqat martaba nomida saqlanib qolindi. O'lka qurilib, baglik tuzum amaldan qoldirilgandan keyin azaldan xalq ishlarini boshqarish huquqiga ega bo'lib kelgan baglar qatlami tezla ojizlab ketgan edi. U chaqda qaloq nodon holatdagi Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy qatlami to'liq oddiy edi. Baglar qatlami, molla xalpatlar qatlami, hunarvanlar qatlami, dehqonlar qatlamidan iborat to'rtla ijtimoiy qatlam bor edi. 1880-yillardan keyin Shinjang ham O'rta Osiyo o'lkalarida Char Rossiya bilan Britaniya imperiyasining bozor echish ham xom ashyo manbasini egallash urushlari natijasida savdo tijorat ishlari jonlanib, Uyg'ur jamiyatida yangi ijtimoiy qatlam bo'lgan boylar qatlami rasmiy shakllangan. Natijada boylar qatlami baglar qatlamining o'rnini elib, amaliy kuchga ega yangi qatlam sifatida ko'zga ko'ringan. Boylar qatlami ayni vaqtdagi Uyg'ur jamiyatini tashkil qiluvchi dehqonlar qatlami, hunarvanlar qatlami, molla xalpatlar qatlamiga qaraganda amaliy kuchlik, faoliyat doirasi keng qatlam bo'lgan. Lekin bu boylar qatlamini tashkil qiluvchi boylarning mutlaq ko'pida Akif Musaboyevlarda bo'lgandek yuksak ruh bo'lmagan. Bo'lgan taqdirdami yetarlik bo'lmagan. Ma'lumki, bir odam faqat pul meli ko'p bo'lish bilanla haqiqiy boy hisoblanmaydi. Bundaq boyliqqa ruhiy boylik qo'shilmasa, undaq nodon boylar faqat pulning xo'jasi bo'lish bilanla kupaylandi. G'oyasiz nodon boylar mol dunyosini avutish, bolalarga miros qoldirishningla ko'yida tipirlab yurishdan halqiy olmaydi. Akif Musaboyevlar mol dunyosini avutishningla ko'yda yurgan emas, balki elning g'imini yegan, bolalarining qismatiga ko'ngil bo'lgan emas, balki xalqning taqdiriga ko'ngil bo'lgan. Taraqqiyotni, nodonlikdan qutulishning ham xalqni mushkul
qismatdan qutuldurishning yo'li deb bilgan yuksak ong'a ega oqso'ngaklashgan boylar edi. Ularning nazar doirasi keng, aniq g'oyasi bor edi. Ular yana o'z g'oyasini amalga oshirish uchun bo'shashmay olg'a intiladigan va badal to'lashdan qochmaydigan qimmatlik ruhga ega edi. Ularda o'zini halqaydigan jasorat bor edi. Ularning hayoti izdinish, tavakkul qilish, olg'a intilish, o'ziga xos mustaqil yo'l tutish bilan xarakterlangan hayot edi. Ular xalq uchun yashashni hayotining mezoni qilgan edi. Xalq uchun sarf qilinmagan boylik aslo qimmatini topolmaydiganligidan iborat haqiqatni cho'nqur tushungan Akufka Musaboyevlar boyligini bor amallar bilan jamiyatlashtirishga oldirgan edi. Ya'ni zavod qurish, maktab selish, o'quvchi tarbiyalash, yangi madaniyatni umumlashtirish ishlariga sarf qilgan edi. Akufka Musaboyevlarga o'xshash yo'l tutgan boylar ayni vaqtdagi boylar qatlami ichida ancha ko'p bo'lmagan. Bir qism mas'uliyatchan, saxovat ruhi kuchli boylarmi jamiyat uchun tegishlik to'kib qo'shgan. Shunga ular keyingi kunlarda pushaymonlik oqibatga qolmadi. Chunki ular mol dunyosini imkoniyatining boricha xalq ishlariga sarf qilib olgan edi. Boshqa boylarning mutlaq ko'pi boyligini jamiyatlaştırışның орныға, xotun балларыға miras qaldırışnыңla g'aymidi bo'lib, tapqan targinini oltin tillaga aylandırıp, yerga kömüp, xazinlashtirdi. Ahirgi hisobda jallat Shimsay boy deb sanilish va hoji deb otilish bilan ko'plab xotun elishnila oliy maqsad bilib yashashga odatlangan bu nadan boylarning necha yillardan beri to'plagan oltin tillalarini issiq jeni bilan qo'shib bulab elib hammani o'zining qilib oldi. Natijada mol dunyo to'plashning boshqani bilmaydigan minglagan, 10 minglagan bu nadan boylarning urug' avlodi mangulik hasrat, nadomatda qoldi. Ularga dadalaridan quruq namli qoldi. Bularning ichida eng tipik bo'lgani Janubiy Shinjongda danqi mashhur Ömer Bay edi. Turli haq, huquqlar qonun orqali kapolatlantiriladigan bir ishonchli jamiyatda yashamay turib, asabiylik bilan mol dunyo to'plashga berilgan Ömer Bayga o'xshash kaltipam, ijtimoiy mas'uliyat engi yo'q minglagan nadan boylarning fojialik taqdiriga ichinmoqdan boshqa amal yo'q. Ulardan avlodlarga ichinishlik ochiq savoqlar miras bo'ldi xolos. Nazar doirasi keng Akufka Musaboyevlar burnining uchunila ko'rdigan nadan boylardan farqlanadi. Ular yangilikqa, taraqqiyotga, ilg'orlikqa herisman edi. Jaholatga, nadonlikqa, qaloqlikqa qarshi edi. Ular nazarini dunyoga tikkan edi. Borliqini vatanning kulpatlik taqdirini o'ngshashga atagan edi. Ular iqtisodni, tövrük, muarifni, mash'al, taraqqiyotni birdan-bir to'g'ri yo'l qilib tanlagan edi. Mana bu Akufka Musaboyevlarning ruhi. Jasorat va farosat nurlari bilan chaqnab turgan bu oliyjanob ruh ulardan avlodlarga miros qolgan qimmatlik boylik. Biz avlodlarni izdinish, tavakkul qilish ruhiga boy, qiyinchilikdan qochmaydigan, g'ururini sotmaydigan, borliqini vatan va xalq uchun beg'ishlaydigan ruhda tarbiyalashda mana mushu qimmatlik ruhga har vaqt murojaat qilmay tura olmaymiz. Shubhasizki, Akufka Musaboyevlarning ruhi bizga har zaman farosat va jasorat beg'ishlaydi. Ularning o'chmas to'kpalari bizni mangu g'ururlantirib, qaddimizni tik tutib yashashga ilhomlantiradi. 2008-yili noyabrda yozildi. 2011-yili iyunda tuzitib to'liqlandi.
Maqul əmsə, şunun bilan Yalqın Rozining Akufka Musabayevlarning 9 cho'ng töhfisi nomliq əsərini to'liq o'qib tamamladik. Kelar qitimliq anglishimizda ko'rishamiz. Albatta, Yalqınning nadir əsərlərinə qiziqsınız, tor betimizdə məxsus Yalqınning əsərləri tizimligi bor. Hər bir əsəri bir zehn qo'yib, vaqt chiqarib anglashingizga arziydi. Ma'qul əmsə, aman bo'lun. Kelar qitimliq anglishimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.